Chortoq yo'lida Maddikor bozoridan o'ng tomonga poyezd yo'lini shundoq pastida 10 sotixli uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz qolgan ma'lumotlarni video davomida berib boramiz. Mana bu poyezd yo'li, mana bu Mirshoq magazining shuni orqasida joylashgan. Obchi 10 sotiqqa ega joyimiz sotiladi. Dokumentda 7 sotiq, 3 sotiq qo'shimcha joyi bor. 12 metrga 10 metr podval qilib, podvallarni sho'rli 13 ta panellarni bosib joyli qilib qo'yishibdi. 16 ta bodom ko'chatlari ham bor ekan. Ushbu joyimizda hujjatlar 100% joyida egalagan raqamlarni videoga yozib qoldiraman, telefon qilinglar. Narxini $31.500 deyiladi. Namangan Yangiyo'llar nominatsiyadan ozgina kelishtirib beriladi. Suvsiga kelgan, juda ham zo'r joyda joylashgan. Mana shunaqa joyda yurgan tanishinglar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib, yo'lachini qiziqtirib qo'yishni unutmaysiz.